Bismillahirrohmanirrohim. 40 yoshgacha ekish vaqti, 40dan keyin esa yig'ish-terish vaqti. Bir ota shunday deydi: Men Ahqof surasini yod olayotgan qizimdan dars o'rgandim. U bir kuni mendan to'satdan so'rab qoldi: Otajon, yoshingiz nechada? Men 44 yoshdaman deb tabassum qildim. U esa menga: Demak, siz 40 yoshga kirganingizga 4 yil bo'libdi. 40 yoshdan keyin qaysi duoni o'qiysiz? dedi. Men unga 40 yoshdan keyin o'qiladigan maxsus duo bormi, qizim, dedim. U tabassum bilan shunday javob qildi: Bizga ustozamiz Suratul Ahqofdagi Alloh taoloning ushbu so'zlarini sharhlab berdilar. Ahqof surasi 15 va 16 oyatlari. Biz insonga ota-onasiga yaxshilik qilishini vasiyat qildik. Onasi uni qiyinchilik bilan ko'tardi va qiyinchilik bilan tug'di. Uni ko'tarish va emizish muddati 30 oydir. To u kamolat yoshiga yetganda va 40 yoshga to'lganda dedi: Ey Robbim, menga sen bergan ne'matlaringga, menga va ota-onamga bergan ne'matlaringga shukr qilishimni ilhom etgin. Sen rozi bo'ladigan solih amal qilishlikni nasib etgin. Zurriyotimni ham isloh qilgin. Albatta men senga tavba qildim va men musulmonlardanman. Ana o'shalar, biz ularning qilgan yomonliklaridan kechamiz, ular jannat ahllaridandir. Biz ularga va'da qilingan haq va'dadir. Qizim yana menga aytdiki: Otajon, menga ustozim, dadasi bu duoni 20 yildan buyon aytib yurishini aytdilar. Hatto hozir ham 80 yoshdan o'tibdilar, ammo sog'liqlari juda ham yaxshi ekan, dedi. Men qizimning ajoyib so'zlari va bebaho vasiyatiga rahmat aytdim. Boshidan o'pdim va Alloh subhanaga meni qizimni qo'lidan ta'lim olishni nasib etganligiga shukr qildim. Robbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya va ala walidayya va an a'mala solihan tardahu va aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayk va inni minal muslimin. Ey Robbim, menga sen bergan ne'matlaringga, menga va ota-onamga bergan ne'matlaringga shukr qilishimni ilhom etgin. Sen rozi bo'ladigan solih amal qilishimni nasib etgin. Zurriyotimni ham isloh qilgin. Albatta men senga tavba qildim va men musulmonlardanman. Amin.